Xudo xolisa, sitrus sezonimiz boshlandi. Ko'rishingiz mumkin, jigar yaqindan keyin. Hop, mango bo'ladi. Bu Xitoyniki bo'ladi. Ko'pchilik buni Misrniki deydi. Lekin hozirda Toshkentda 90% mangoli, hop, Xitoyniki bo'ladi. Kamdan kam holda Misrdan, Pokistondan, Yamandan mangoli kiradi. Qaysi mango hozircha O'zbekistonmi, dunyo bo'yicha eng shirin mango yozib ketinglar. Kimga qanaqa mango yoqadi? Hozir biz Sakkoki filialdamiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni hozirda bizda 4 ta 5 ta xili bor. Mana bu Indiya sorti bo'ladi. Buni sortini bilganlar yozib yuboringlar. Hop. Buni hozir yeb ko'ramiz. Mana buni qaranglar. Buni ketrinchi okalarimiz, opalarimiz olsa bo'ladi. Bismillah. Mazasi yaxshi. Xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi. Mangoni tanlashni yo'lini o'rgataman sizlarga. Kelasizlar, mangoni yumshoq-yumshog'ini olasizlar. Xudo xohlasa juda ham zo'r bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilamiz. Mangoni ko'rdinglar, sap-saru, ichi chiroyli chiqdi. Bizda faqat mangoni o'zi emas, assortimentimiz juda ham ko'p bo'ladi, jigarki. Hop, qaysi ko'cha bu? Sakkoki ko'chami, nima ko'cha? Jurjoniydan. Hop, O'rizorga qarab chiqib turish. Jurjoniydan O'rizorga qarab chiqib turishda, o'rtada svetofordan o'tganingizdan keyin radarga yetmasdan o'ng qo'lda do'konimiz bor. Okalar, kenajonlar. Bizda hozirda ananas deysizlarmi, dragon fruit deysizlarmi va hokazo hamma mevalar bo'ladi. Sizlarni taklif qilib qolamiz. Hop, bizga qayoq yaqin? Jurjoniy turadigan aka-ukalarimiz, Sakkokiga turadiganlar, Uchtepada turadiganlar, O'rizorda turadiganlar. Sizlarni chorlab qolamiz. Like bosib qo'ying. Shu atrofda turadigan, tanish-bilishlarga jo'nating. Xudo xolisa siz eng zo'riga loyiqsiz. Sizlarni kutib qolamiz. Murojaat uchun nomerlar bor. Nobodoga lokatsiya tashlab yuborsangiz tashlab yuboramiz. Masalan